Assalomu alaykum, Yo'ldosh Turbek. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi Ubaydulla Uvatov nomli 1-o'yin o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Men informatika to'garak a'zosiman. Yoshim 14 ta. Men innovatsion darvozani ixtiro qildim. Bunda bitta motor va 4 ta sensor joylashgan. Bu yerda yorug'lik sensori joylashgan. U yorug'lik sezadi va agar tun bo'lsa chiroqlarni yoqadi va avtomat darvozani ochish uchun bizda masofa sensor ham bor. Masofa sensor mashina kelganda darvozani ochadi va tugma bilan ham ochish funksiyasi bor. Bu tugma bosilganda darvoza ochiladi. Keyin kodlarni tushuntirdim. Eng 0 ga teng bo'lsa ledni yoqadi va darvozani ochadi va 5 soniya kutib ledni o'chiradi, servo motorni ham o'chiradi. Agar va knopkamizniki bu. Endi 100 dan kichik bo'lsa servo motor yonadi va 5 soniya kutib motor o'chadi. Darvoza yopiladi. Agar 50 dan kichkina bo'lsa led yoqiladi yoki led o'chiriladi. Keyin unda biz mashinamizni test qilib ko'rdik. Knopka ham bor. Men bu darvozani kelajakda ham yaxshi takomillashtirib boraman va yangiroq ko'rinishga keltiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.